Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib borayotgan tomoshabinlar, a'zolar. Bugun yana bir mijozimizdan ajoyib natija, mana 5 ta seansdan so'ng nevroz holatidan butunlay chiqdilar. Hozir o'zlaridagi holatni, seanslardan keyin qanaqa o'zgarishlar bo'lganini, hozirgi holatda nimalar bo'lganini o'zlarining og'zlaridan eshitsak. Akajon, o'zingizdagi holatlarda boshlanganidan qanday boshlandi, qancha yil qiynaldingiz, hozirgi holatda nimalar bo'lyapti, shular haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Men bu kasal bilan 1991-yilda og'riganman. 91-yildan beri. 35 yil bo'lyapti. Xavotir, vahima, qo'rquv, shunaqa narsalar kelaveradi, uyqusizlik. Bir kun, 2 kun uxlamasam ham yana bemalol yuraverardimda, ko'nglim qop-qora edi. Keyin shu YouTube kanalini sizni ko'rib, boshqalarni ham kuzatib borardim. Oxiri qarasam sizni ko'rib, sen nima qilganingizga sizga keldim. Birinchi seansdayoq mana shu etajlarga chiqsam boshim aylanardi. O'sha kuni siz seansni qilib chiqargandan keyin o'zim chiqib rasmlarga olib tushdim. 4-etajga chiqib keldingiz, bemalol chiqib, men birinchi etajga ham kirishga qo'rqardim. Keyin mashinada yursam ham xuddi bir barobar bo'lib qoladiganda qilib, oyoq qo'llarim qaltirab ketardi. Yonimda bir kishi bo'lmasa, yurib bo'lmasdi. To'g'risini aytish kerak edi, bu reklama. Ayolingiz bilan keldingiz shu. Ayolimni ham zo'r olib keldim, o'shanda ham xayolim o'shanda edi. Keyin mana ikkinchisida to'polon joyga kirdim. Siz nima qilgan, tavsiya qilgandan keyin ko'pchilikga kirib bozorga kirdingiz, katta qo'qon birinchi kundan uyqu yaxshi bo'lgani boshlandi. Maza qilib ertalab ham tursam ham xuddi uyqu bosgandek qilib xotirjamdir. Oldin uyda o'tirsam qorong'i bo'lib, bunday ko'chaga chiqim kelmasdi. Shu 5 ta seansni o'rgansam, endi avvalo Alloh bunga. Albatta Alloh sababchi. Siz sababchisiz. Mana hozir ko'chalarda kechga boraman uyga, chunki ko'chada yurishni sog'inganmiz. Bu kasal shunaqada. Uyda o'tirib, zerikib chiqib qolmagandan keyin hozir mana har kuni kechki payt boraman, ertalab kayfiyat yaxshi bilan turaman. U hech qanday qilib reklama yo'q, men sizni tanimayman, boshqa qilmayman. To'g'risini aytish kerak. Bu yerda kelaman degan mijozlar qo'rqmasan keladi. Doktorning o'zlarini kilometrlar ko'pda, kilometrlar yo'qmi, o'zi haqiqatan bo'lganmikin bu kasal yoki qarindosh urug'ini olib chiqqanmi degan narsalar ham ko'p. Ba'zi so'rashadi ham. Mana YouTube'da ko'rganman. Bitta yarimta so'rasa nomerimni ham berib bering. Chunki men bu yolg'on gapirib, biz Qapqato'danmiz. Mana ham 8 ta nevaram bor, 4 ta bolam bor. Buni aldashma, faqat bularga yordamim mana shu kesillar tuzolsinlar. Uyda turgan bilan bu battar bo'laverar ekan. Ichiga olib ketaverar ekanda. Tashqariga chiqib shu shifokorning maslahatini olgandan keyin bo'lar ekan. Lekin men ichmagan, dorim qilmagan, nimam bu qolmagan. Hali yurak solish deydimi, bir narsalar qo'yingki, bo'lmagan tabiblar jin chiqaradigan hammasi chiqaradigan borgan. Domlaga haftasiga 5 martadan ham borardi. U bir narsa kiribdi deb nima qilardi-yu, lekin undan emasligini o'zim ham bilardim. Nima deb borganman mana. Sizga kelgandan beri xudoga shukr, mana 5-seans kelgan bo'lsam, umuman u holat menda yo'q. Men yangi odamman. Rahmat aka, sizga ham shunchalik bizga intervyu berganingiz uchun. Hurmatli obunachilar, hammasi avvalo Allohdan, biz sababchi. Qo'ldan kelgancha, ilmimiz yetgancha insonlarga yordam berishda harakat qilyapmiz, davom etyapmiz. Mana akamizda ham 35 yil bo'ldi, 35 yil. Hattoki tuzalmaydi degan tushuncha ham paydo bo'lgan. Mana bundan oz holatdagi insonlarda ham mana shunaqa fikr bor, ya'ni 2 yil, 3 yil bo'lsa ham tuzalmas ekanda bu kasallik degan. Kechqurun qizib ketardim-da. O'rnimdan shunday tursam, yurak dub qilib o'ynab ketardi. Shundoqa darajada endi. Keyin o'zimdan turib nima qilishni bilmasam, bu valeriyankani pachka ichganman. Keyin dorilarni ichib yana sal nima bo'lganday bo'lardi. Ertalab tursam ham ish qo'liga bormas edi. Shu bilan mana sizga kelgandan beri kayfiyat yaxshi. Ko'chada uyga nima bo'lishi yo'q. Abeton ko'chada qo'y go'shtidan ovqatlar yemasdingiz-a? Davliyana chiqadi deb
qo'y go'shtini og'zimga olib 15 yil atrofida yemagansiz. undan ham ko'p. Undan ham ko'p bo'ldi. Bo'lsam o'zim choyxonada ishlardim. O'shani nimasi hidini bilsam ham navda ko'tarib qoladimi, hidi bilan ham deb darrov qatiq-patiq ish bo'lardi. Mana undan keyin kechagina choyxonalarga borib qo'y go'shti bilan nima yedik, ish qilsam bilgani yo'q. Hammasi fikrda ekan. Bu fikrda ekanda men fikrda. nimadan qo'rqib yurardim, bu nimadanmi deb, bu yurak o'ynashlari, boshqa qilishi, hali qizishi, uyqu yo'q deb, bu hammasi shu asabdan ekan. Asabdan, fikrlardan. Rahmat aka sizga ham. Hurmatli Shunda men bitta bularga nasihat emas u, taklif, tavsiya. Kelinglar, tuzolasizlar. Chunki mendagi bu 35lik juda qiynagan. Men o'zim bilaman bu kasallik bo'lgan biladi-da. Bu uyim aptika bo'lib ketgan. Ichmagan, qo'ymagan dori yo'qdi. Qanaqasini desa so'rasam aytib beraman. Fini bu deydim, fenazepam deydimmi, alprazolam deydimmi? Hammasini mendan so'rasam aytib beraman. Chunki men ichganman hammasini. Silazon deydimmi? Salkam doktor bo'lib qoldi. Ulardan men yaxshi tushunaman. Lekin u bir shifokor shu sizga o'xshaganlar yordam bermasa, dori bilan bo'lmas ekan. Dorini o'zi kamlik qiladi-da, har o'zi xil kamlik beradi dori ham, lekin to'la bir narsadan chiqib ketishga o'sha fikrlarni ham tozalash kerak. Kimdir yordam berish kerak ekan-da uni. Psixoterapiya ancha samaraliroq natija ko'rsatadi bu holatda. Shunday. E'tiborlaring uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like va podpiska tugmasini bosishni unutmang. Mana shunday yaqinlaringiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu videoni yuborib qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Rahmat.